Rahmetliken işi tüpsüz. He? Atamı sür arpam. Babalarım tebriklendi. Nereden uçuyorsun uçmaya tebreklemeye girdiysen. Tebriklemeye geldik yaşımıma. Şimdi yaşlı mı bu? Ha. Kızımın bu uçuraşıyken şuna tebreklemeye geldik. Ha, tebriklep koyduğun zaman. Tebriklep koyduk. Şu yurtumuz tinch bo'lsin, sağlık, selametlik bo'lsin. Şimdi uçuraşılarga hammasini yaxshi kunlarga yetirsin. Kaç. Bir karar verin selam karar. Karab durun. Karab dur. Korkman. Gözünüzü açıp durma. Oldu. Balon resim çiğnen bazara çakkan mıydın? Hop. Oldu. Hadi ya. Hop, beni sabık okuçuna işkirekli işkeşerden turuştu. Bana kollarda çıraylı güller lan. İşkak valla. Soğuk emas mı tomadığın zaman? Yok. Soğuk. Hasaratla yaxşı. Yağmur yapmadı, kar yapmadı. Şuna şükür. He. Beni sabık okuçuna işkirekli işkeşerden tuttular. Tıklanmadır. O'z farzandlari, oila a'zolari, qarindoshlari nigohida sizlarni bugungi kun bilan muborakbod etamiz. Bugungi kechamizni ochib berish uchun so'z navbatini Madaniy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Niyozov Ulug'bek akaga bersak. Marhamat. Hurmatli ustozlar, sobiq o'quvchilar, xush kelibsizlar deyman. Ana bugun har yili an'ana bo'lib kelayotgan sobiq o'quvchilarni uchrashish 22 yil deganda uchrashish kunlari ekan. Mana sobiq o'quvchilarimiz o'tiribdilar. Yana chiroyli bo'lib, masalaga mustaqil foydalanib uzoq umr qisqa salomatlik tilayman. Yana 50 yildan keyin uchrashganlar shu qadarimiz kam bo'lmasdan nega orzu niyatlaringiz bo'lsa hammasi ro'yobga chiqishini tilakdoshman. Mesela shu davramizni ochiq deb e'lon qilishga ruxsat berasizlar. Jumaniyazova, İsmail aka Jumaniyazov, O'ktam Vatan Nurillayev hozirgi kunda qarilik yoshini surayotgan